Dünyanın eng egiz kitap teği. Lukas uçuşni orzu qiladi. U bütün vaqtini qushlarning uchishiga, aeroplanning osmonni qoldirib qo'ygan iziga havas bilan qarab o'tkazadi. Har xil qanot yasab boqdi. Cho'ng, kichik, qushning paylaridan, qog'ozdan va karton qog'ozdan xiyolimdagidek ucha oladi deb o'ylagan hamma narsani sinab boqdi. Albatta, hech bir ish qasqatmadi. Ammo Lukas yanada umidini uzmadi. Har vaqt duo qildi. Tug'ilgan kunda opasi uningga Lukas uchishning boshqa yo'llarimi bor degach bir kitob sovg'a qildi. Lukas dastlabda tushunmadi. O'ylig'i chiqib, opasi bergan kitobni shu zamon o'qishga boshladi. Kitobdagi hikoyalarni shunchalik yoqtirdiki, bir o'tirishida o'qib tugatdi. O'zi sezmasdan qo'liga boshqa bir kitob oldi. Keyin yana bir kitob va yana boshqa bir tal kitob. Lukas kitoblardan bayqagan, o'rgangan va xiyol qilgan narsalarga hayron qolgan edi. Kitoblarning ichiga kirib ketdi va o'qigan sari tezlashdi. O'zini hech to'xtata olmadi. Ko'p vaqt o'tmay mehmonxona uydagi va hatto singlisining hujursidagi kitob shkafida bor bo'lgan butun kitoblarni o'qib tugatdi. O'ylida kitoblar eshib-teshib ketgan edi. Hammasi ust-ustiga qo'yib, ang ustiga chiqib o'tirdi va texim jiq kitob bo'lishini umid qildi. Kitap! Ko'pchilik uningga kitoblarni keldi. Yaqin do'stlari, mahalladagi do'stlari, qo'shnilari, musiqa o'qituvchisi, buvisi va hatto mahallaning navi. Shuning bilan kitobdagi texim egizlab ketdi. Lukas pastga tushmaydigan bo'lib oldi. Na tomoq uchun, na uxlash uchun hech pastga tushmadi. Opsi, singlisi va hatto o't o'chirish xodimi uni pastga tushirish uchun urinib boqdi. Ammo Lukasning xayolida faqat va faqat kitob o'qishni davomlashtirishla botdi. Mahalladagi barliq kitoblar tugab, kutubxonadan yuk tashish mashinasida liq bir mashina kitob olib keldi. Kitob texi bag'li yuz bo'lib ketdi. Hatto danqi chiqib, televizordami xabarga chiqdi. Buni anglagan nihoyat ko'p odamlar dunyoning eng yuksak kitob teg'ini ko'rish uchun dunyoning har yeridan kelishga boshladi. Bu vaqtda Lukas bo'layotgan butun ishlardan xabarsiz holda o'qishga davom qilayotgan edi. O'qigan har bir hikoyasi uni boshqa davlatlarga boshlab boradi. Tarixga munosabatlik hayron qolarliq bilimlarni bayqadi va yangi qahramonlar bilan tanishdi. Haqiqati bo'lmagan dunyolarni xayol qildi. Bir kuni tuyuqsiz opasining uningga nima demoqchi bo'lganini tushundi. Lukas reallikda ucholmasimi, xiyol kuchi bilan uchayotgan edi. Qo'liga olgan birinchi kitobidan boshlab uchishni boshlab bo'lgan edi. U asnoda buni opasiga aytish uchun kitob teg'idan pastga tushmoqchi bo'ldi. Ammo dal shu vaqtda xiyol kuchi Lukasni yana bir qatam uchardi.